Dinimiz bizni o'zaro bag'ri kenglik, kechirimli bo'lib yashashga buyuradi. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi Shura surasining 40-oyatida marhamat qiladiki, Bismillahirrohmanirrohim. Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh innahu la yuhibbuz zolimin. Kimki avf qilib, kechirib o'rtani tuzatsa, uning mukofoti Allohning zimmasidadir. Albatta Alloh zolim tajovuzkorlarni yaxshi ko'rmaydi. Demak, yuqorida aytganimizdek nimadir janjallar, kelishmovchiliklar, murosasizliklar bor bo'ladi. Endi shunday holatda avf qilish, kechirish musulmonning vazifasi bo'lishi kerak. Shuning uchun Alloh kim kechirib o'rtani tuzatsa, uning mukofoti Allohga deyapti. O'zi sekin atrofga qarab, aka-uka, qo'ni-qo'shni, hamkasb, qaynona kelin, opa-singil, umuman begonalar bilan bo'ladigan muammolarni agar bitta tomon sal kechirimli bo'lib, bitta tomon ozgina bag'ri keng bo'lib, bitta tomon o'sha islohga harakat qilsa, shu muammolarni juda ko'p qismi o'zi joyida yechilib ketadi. O'sha kechirimlilikni yo'qligi ba'zi holatlarda shaytonning vasvasasiga duchor bo'lib qolish, takabburlik ko'p holatlarda nima uchun men degan savol berdi. Nima uchun men kechirim so'rashim kerak? Nega emas degan narsani shayton hammamizni qalbimizga soladi-da va o'shani orqasidan keyin biz kechirimlilik degan sifatni, xislatni, bag'ri kenglik degan sifatni, xislatni yo'qotib qo'yamiz.